Suratul Qadr. Qadr suresi. Yani inna enzelnahu fi leyletil qadr. Muşu sure. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi. Ayet sani cemi 5 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Birinci ayetteki in diye mavnun ihfa malgun yani gunnelik ihfa bunun tohtayımız. Andın ikincisi na deganimiz bu maddi vacip. Endi bir to'xtaymiz. Na deganda so'zimiz, yani 4-5 harf miqdorida so'zimiz. Inna deb. Andın anzalnahu. Bu yerdagi nunning ustidan to'xtaymiz. Yani 2 harf miqdorida to'xtab o'qiymiz. İxfa, g'unni ixfa deymiz. İxfa mal g'unna. An deb. Enzelnahu. Böyle küçük bir elif var. Şu an nunni kötürüp okuyumuz. Enzelnahu fi leyletil qadr. Qadr. Maddal harfi bu qalqala. O'qiganda qadr deb dalni titirtib qalqalda o'qiymiz. Ra harfi bu yerda sukun o'qiymiz. Qadrini qadr deb o'qisak bo'ldi. Ular o'qib qolsak shikoyatimda o'shada qadriy deb o'qiymiz. To'xtaganda qadr deb sukunli o'qiymiz. Qayta o'qiylik. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. Keyingisine o'xshash ma deganimiz bu maddi vojib 4-5 harf miqdorli so'zimiz. Va ma deb. Adaraka dal qalqala. Ad ra tafxim ya'ni qilintum o'qiymiz. Ka bu qisqa o'qiymiz. Va ma adaraka ma laylatul qadr. Bu o'xshashlar qalqala qadr deb o'qiymiz. Ra'nimi sukun o'qiymiz. Qayta o'qiylik. Va ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrum min alfi shahr. Laylatul qadri dal qalqala. Qadri deb o'qiymiz. Khayrum khay bunu xonisal cho'ng o'qiymiz. Khayrum deb marunni bu yerdagi nima? Bu tanvinlik nunni mimga idg'om qilamiz. Khayrum deb khayrun deganni. Andin mimni to'xtaymiz ayna. Khayrum min alfi min alfi. Bu yerda sukunlik nunni izhor o'qiymiz. Min demaymiz. Min alfi shahr deymiz. Qayta o'qiylik. Laylatul qadri khayrum min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بيدك تنزل الملائكة ملائكة دegilimiz bununcu so'zib o'qiymiz. Malaikatu bu maddi vojib 4-5 harf miqdori so'zsaq bo'ldi.
ملائكة والروح، والروح را كلمة مقيمس، فيها بإذن ربهم را بني مقيمس، ربهم تختار زمان ميم إخفاء مع الغنة عند النون مبا نون دا ميم دا هم نون حرف تختار ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني بيدك مطو بمو قلقلة، فجر بمو قلقلة، مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Bütün sörneye bir okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.